Ko'rdim. Peshkom metroda yuribsiz. Shunaqa aka. Shu payt men sizga yordam bermoqchiman. Shu mashinani haydash endi sizga galingiz keldi. Kalitni olishdan oldin aytaman, mana kamera ham turibdi. Men sal sho'xir odatim bor. Mashinangizni qiynab qo'yishim mumkin. Rozimisiz shunga? Ya'ni tashlavoringlar, unaqa narsa shart emas. Qiynamayman. Shunaqa narsa qilamanki, O'zbekistonda o'zi yagona bu mashinangiz. Yanada mashhurroq qilaman, trendga chiqazaman. Odam ko'rganda borib, "Voy, bizni boribsan" deydigan narsa qilaman. Xullas, Reverem Show boshlaganmiz, bilasiz. O'sha Reverem Show oilasiga kiradi. Nega kirganda ham shunaqa kiradiki, O'zbekiston his qiladi. Rangni o'zgartirasizmi? Yo'q, bu sizga sir bo'lib qola qolsin, surpriz bo'ladi, obunachilarga ham surpriz bo'ladi. Rozi bo'lsangiz bo'ldi. Bo'ldi. Faqat bitta shartim bor, mayli. Mana o'zingiz mashinangizni yomon trendga chiqardingiz. Buni ham trendga chiqardim shunda. 100% trendga chiqadi. Okey, ishoning, mana shu mashinani ko'rganda odam telefonni qidirib qoladi, nima qilsam ekan deb. Undan tashqari bilasiz, men Reverem Showga hozir yoshlarni qo'llab-quvvatlash uchun 500 million so'm pul qo'yganman. Haqiqatan ham nerealniy show bo'ladi. O'zidan undan oldingi show ko'rgansiz. Bunisi juda yuqori SNGda hali bo'lmagan narsa bo'ladi, xudo xolisa. Bo'lmasam, o'shanda 24 soat ichida 100 mingta like yig'ishimiz kerak. Davay, bolalar, like-larni bosinglar. Suspet qilasizmi o'zgartirishga? Qilaman. 24 soatda mana 100 mingta like qilsa, o'sha like bo'lgan kuni, ertasi kuni sraz mashina e'lon qilinadi. Hozir sraz tuning olib ketaman, mashinani umuman boshqa ko'rinishga olib kelaman. Ko'rsanglar, ishoninglar, voy, dili yoribsan degan gapni обязательно kommentariyada yozib ketasiz.